14-bob. Muhabbat. Muhabbat kimgadir yoki nimagadir inson tabiatining cheksiz moyilligi, rag'bati, kimnidir, nimanidir behad yoqtirishi, muhabbat qo'ygan kishisidan yoki narsasidan lazzatlanishidir. Bandaning Allohga haqiqiy muhabbati esa uning ko'ngli turli xil gunohlardan tozalanganida paydo bo'ladi. Chunki ishqi ilohiy yoquvchi, yondiruvchidir. Bunday muhabbatning alomati bandaning ikki dunyo muhabbatidan yuz o'girishi, butunlay voz kechishida ifodalanadi. Allohning bandasiga muhabbat qo'yishining alomati bandaning Allohni sevishidir. Allohning bandasini sevishi uning irodasi bo'lib, bandaga ko'plab lutfu karam etishi, o'ziga yaqinlashtirishi va yuksak ma'naviy hol va darajalar bilan taqdirlashi shaklida ifodalanadi. Allohning irodasi nimaga bog'liqligiga ko'ra turlicha nomlanadi. Bu iroda umum manfaatga aloqador bo'lsa, rahmat deyiladi. Agar u xos yaxshilikka, ezgulikka daxldor bo'lsa, ishq, muhabbat deb nomlanadi. Allohni sevadigan ahli muhabbat mo'minlar 3 toifaga bo'linadilar. Oddiy, mumtoz va xos mumtozlar. Ya'ni oddiy musulmonlar, muridlar va murshidi komillar, pirlar, shayxlar. Kim Allohni kuchli sevsa, uni hamma sevadi. Barcha ahli islom Alloh va uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni sevish har bir mo'minning burchi ekani haqida yagona bir fikrga kelganlar. Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh biror bir bandasini sevib qolsa shunday deydi: Ey Jabroil, men falon bandamni sevib qoldim, sizlar ham uni sevinglar. Shunda butun osmonlar ahli uni yaxshi ko'rib qoladilar. So'ngra barcha yer ahli uni qabul qiladilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Yana Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning Iso alayhissalomga shunday bir vahiy etganini keltirgan ekanlar. Bandamning qalbiga qarab, unda dunyoga muhabbat topmaganimda, uning ko'nglini o'zimning muhabbatim bilan to'ldiraman. Shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Allohni sevishning alomati Allohning zikrini sevishdir. Ajluni, Kashful Akhfo, Oysha roziyallohu anhodan Abu Naim va Daylami rivoyat qilgan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Bayhaqiy rivoyati. Muhabbat vasfi. Bandaning Allohni sevishi, uni ulug'lashi, unga tavakkul etishi, uning rizoligiga intilishi hamda doimiy zikri bilan mashg'ul bo'lishida ifodalanadi. Allohni sevish farz, sunnat, nafila, mustahab bo'lgan amallarni to'la-to'kis ado etish, itoatsizlikdan uzoq bo'lish, tinimsiz harakat qilish demakdir deyilgan. Bu ma'no Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Allohdan rivoyat etgan bu muborak hadislarida o'z aksini topgan. Bandam menga, men unga farz qilgan narsalarim ila yaqinlashgani kabi menga mahbub narsa ila yaqinlasha olmas. Bandam menga nafllari ila yaqinlashishda bardavom bo'lsa, men unga muhabbat qo'yaman. Qachon men unga muhabbat qo'ysam, uning eshitadigan quloqi, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Buxoriy va Ahmad rivoyati. Shuningdek deydilarki, muhabbat jafo chekishdan kamayib, xayr va yaxshilik ila ko'payib qolguday bir hol emas. Sevgi bu ko'ngildagi olov, sevgilidan boshqa barcha narsani yondirib yuboradi. Allohga ibodat qiling va unga hech bir narsani sherik keltirmang deganini Mujohid Allohdan boshqa hech kimni sevmang ma'nosida sharhlagan ekanlar. Oriflardan biri Allohdan shunday bir kashf va ilhom olganliklarini hikoya qilibdi. Ey bandam,
barcha narsani sen uchun yaratdim, seni esa o'zim uchun yaratdim. Sen uchun yaratilgan narsalar bilan mashg'ul bo'lib, meni unutding. Qachonki ne'mat seni ne'mat beruvchidan chalg'itganida uning shukrini ado eta olmaysan. Seni mendan ayirib, mashg'ul etuvchi har qanday ne'mat jazodir va seni mendan chalg'ituvchi har qanday ato balodir. Shuni ham e'tiborga olish lozimki, Allohni sevishni da'vo qilishda yashirin xavf mavjuddir. Shuning uchun Fuzayl aytadilar: agar sendan Allohni sevasanmi deya so'rasalar, sukut qil. Chunki agar yo'q deb salbiy javob bersang, dindan chiqib qolasan. Agar ha deb javob beradigan bo'lsang, axir senda chin oshiqlar sifati yo'q-ku. Shuning uchun Allohning g'azabidan qo'rq. Ilohiyot olimlaridan biri aytadi: jannatdagi eng yuksak darajat ahli ma'rifat va ahli muhabbatga beriladi. Do'zaxdagi eng og'ir azob esa o'zi chindan shunday bo'lmagani holda o'zini ahli ma'rifat, ahli muhabbat deb da'vo qilib yurguvchilarga beriladi.